Assalomu alaykum hammaga. Yangi formatda video olib ko'rishga qaror qildim. Tanqidlarga tayyorman, lekin juda ham qattiq tanqid qilib yubormaysiz degan umiddaman, chunki hozir bu dublyaj jarayoni, ya'ni ozvuchka jarayonini adashmasam bu 10-marta ozvuchka qilayotganim. Shu sababli menimcha o'zinglar ko'ryapsizlar nima qilayotganim. U juda bir qiyin retsept emas. Sirli tovuqli pirog qildim. Bor yo'g'i 3 ta masalliqdan, ya'ni xamir tayyor bor edi menda. Oshirma xamir, tovuq filesi, pishloq hamda piyoz va ziravorlar albatta. Shu hammasini shu ketma-ketlikda ko'rganingizdek tayyorlab ko'ring siz ham albatta. Juda ham tez tayyor bo'ladi. Agar siz shunday yarim tayyor mahsulotlardan foydalanishni yaxshi ko'rsangiz, uyingizda bo'lsa, yarim soatgina vaqtingiz ketadi va stol uchun juda ham chiroyli va shirin yegulik tayyor bo'ladi va yaqinlaringiz sizga albatta minnatdorchilik bildiradi.